Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun biz qonni suyultiruvchi top 5 mahsulot haqida gaplashamiz. Qon quyuqlashsa nima bo'ladi? Qon quyuqlashsa yurak infarkti, insult va tromb hosil bo'lish ehtimolligini bir necha barobarga oshirib yuboradi. Bu videoda qonni suyultiruvchi, ya'ni tabiiy suyultiruvchi top 5 mahsulot va ularning ishlash mexanizmi va ular kimga mumkin, kimga mumkin emas. Shu haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Bu ma'lumot sizni hayotingizni saqlab qolishi mumkin. Nima uchun qon quyuqlashadi? Qon quyuqlashi bu organizmda qon evish faktori, ya'ni mexanizmini aktivlashishi hisobiga yuzaga keladi. Buni bir nechta sabablari bor. Birinchisi bu chekish. Undan tashqari yog'li va shirinlik mahsulotlarini ko'p iste'mol qilish. Keyingisi gipodinamiya, ya'ni kam harakatlik sababli ham qon quyuqlashi mumkin. Undan tashqari organizmda suvsizlanish jarayoni ham qonni quyuqlashiga sababchi bo'lishi mumkin. Keyingisi qandli diabet, gipertoniya kasalligi va trombofiliya kasalligi, ya'ni qon kasalliklari hisoblanadi. Xo'p, bu sabablar qonda tromb hosil bo'lish ehtimolligini oshiradi. Qonni suyultiruvchi top 5 mahsulot. Birinchisi sarimsoq piyoz. Sarimsoq piyoz trombotsitlarni yopishqoqligini pasaytiradi va tabiiy aspirin ham deb ataladi. Bir kunda 1-2 dona sarimsoq piyoz yeyish juda ham yaxshi effekt beradi. Albatta, hidini hisobga olmagan holda. Ikkinchisi zanjabil. Zanjabil bu qon aylanishini yaxshilaydi, tromboz hosil bo'lish xavfini albatta pasaytiradi. Kuniga 1-2 marta choy bilan yoki bo'lmasa yangisini iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Uchinchisi limon. Limon bu qon tomirlarining mustahkamligini kamaytiradi va qonni ivuvchanligini pasaytiradi. Bu esa ertalab iliq suv va limonni qo'shib yeyishda juda ham yaxshi samarali vosita hisoblanadi. To'rtinchisi omega 3 ga boy mahsulotlar. Bu losos balig'i, zig'ir urug'i va tuxum mahsulotlari. Bu qon ivishini yaxshilaydi va yurak va miya qon tomirlarini mustahkamlaydi. Haftada 2-3 marta baliq yeyish tavsiya qilinadi, ayniqsa mavsumda. Beshinchisi qizil mevalar. Anor, malina, qulupnay. Bu mahsulotlar antioksidantlarga boy va trombotsit hosil bo'lishini, ya'ni faolligini pasaytiradi. Tabiiy sharbat va yoki yangi holda iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Qaysi bemorlar qon suyultiruvchi mahsulotlardan ehtiyot bo'lishi kerak? Bu aspirin, rivaroxaban va qon suyultiruvchi boshqa preparatlarni iste'mol qilayotgan bemorlar. Undan tashqari qon ketish moyilligi yuqori bo'lgan bemorlar. Undan tashqari oshqozonda yarasi bor bemorlar va oxirgisi esa bu onkologik ayrim kasalliklar bor bemorlar juda ham ehtiyot bo'lish tavsiya qilinadi. Agar sizda va yaqinlaringizda tez charchash, qo'l-oyoq sovuqligi va bosh aylanishi kuzatilsa, qon analizi topshiring va shifokorga murojaat qiling. Azizlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Like va podpiska bosish esingizdan chiqmasin.